Assalomu alaykum, avvalambor hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz parranda, xo'rozlar, dakarlar boquvchilarga maxsus bo'lgan joyga kelganmiz. Bu yerga kelishimizdan maqsad obunachilar bu yerdagi donlarning hammasi vitaminga boy va talabga javob beradigan va yosh cho'jalarni, yangi tug'ilgan cho'jalarni, o'sib chiqqan cho'jalarni tez katta qiladigan vitamin, keyinchalik oyog'iga, yo'lmasa tuxum qilishiga, yo'lmasa zo'tiga ta'sir qilmaydigan donlarni o'ta go'zaliga kelganmiz, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz hozir shaxsan dakan cho'jalarimizga don olgan kelganmiz. O'tgan safar bu yerdan olganimiz juda zo'r don effekt berdi. O'shan hisobiga shuni olgan kelganmiz obunachilar. Dakan alohida berasiz, prostoy. Ha. Bu dakanga bu, ha? Bir kunda 3 oygacha. Bir kundan 3 oy. Qanchagacha? Bir kunda 3 oygacha. 3 oygacha. Mana bu bir kunda 3 oygacha prostoy tovuqqa. Prosta to'g'riga. Xo'p, bizniki zotdori aka. Dakanlarga mana bu. Dakanlarga shuni bersa bo'lar ekan demak-a. Berasiz, tuxum berish. 3 oygacha shundan bersa bo'ladi. Tuxum bermaysiz, quruq berasiz. Tuxum berilmaydi. Moloddes. Hammasi bor bo'yicha. Demak, mana hashakilarga. Mana do'stim hozir bu yerga boshlab keldi. Sababi o'tgan safar sizdan olganimizdek bitta o'ldirmasdan zo'r iste'mol qilib ham zo'r katta bo'lyapti aka. O'sha qasiydi o'shda. Voy, mana mana edi. Mashamidi o'sha. Ha, hamma narsasi yetarli ekan. Bu ichi qotmaydi, bir xil o'sha. Hamma yo'q bor ekan, deyman buni ichida. Hamma yo'q bor. Buni bergandan keyin hech nima berish, tuxum berish, boshqa berish shart emas. Bunga qo'shib 1 litr suvga 1 grammdan haligi do'ri beraldi. Ichiga qurt tushirmaydi. Ichiga qurt tushirmaydi, ha? Vitaminlardan, shu nimalardan asraydi. Yaxshi effektni yaxshi. Effekti zo'r ekanda, demak. Zo'r katta bo'ladi. Xatlari, nimalari chiroyli, yaltirlab chiqadi. Xullas, obunachilar, mana shu olish tavsiya o'tganligi uchun tavsiya. Hop, Namangandagilarga uchun men sizlarga manzilni tushuntirib o'taman. Nuroboddan kelish, Kosonsoyga chiqib ketish yo'lida mana shu joy, obunachilar. Men sizlarga tavsiya qilaman. Haqiqatda bu yerda markazini oldi. ha, Eski hokimiyat ko'chasi. aha, Hokim ko'cha, eski hokim ko'cha deydi. aha. Roshin non markazining yonidagi joy. Yondagi joy ekan. Bu yerda qanaqa zotga qanaqa narsa berishni bilarganlar. Jonlari sog' bo'lsin. Hamma yo'q bor ekan, Alisher. Hop, yana bir narsani aytib o'tash shu o'rinda, obunachilar, buni ko'rsatishimdan maqsad bu yerdagilarni qanaqa parrandaga nima narsa berish kerakligini akamiz haqiqatda bilarganlar. O'shaning uchun bu narsadan biz og'zimizni to'ldirib maqtayotganimiz sababi bu tuxum berib o'tirmas ekansiz. Mana qarang, hashakilarga bo'lsa bu dakan zotdorlarga mana buni berilar ekan. Ikkalasining effekti bir xil, prosta. Mana bu 3-4 oy. Aha. Mana bundan keyin 3-4 oy. Ha, bu ha? Keyingi etap ekan bu o'sha. Ratsion, yoshga qarab, yoshga qarab. Aha. Mana bu 5-oy, mana bu. Bu eng zo'ri bu, ha? Tuxumgacha. Tuxumga. Tuxumga kirsa, mana bu tuxumga kirsa, mana yemlar tuxum qiladigan. Boshdan o'tirgacha. Bular tuxum qildiradi mana. Hozir men dori olmanda aka, dori olmasdan shularni bersam qilar ekan demak, ha? 100%gacha. Gap yo'q, gap yo'q. Hop, aka bo'lmasa mashindan menga dakan meki yo'llamanda aka, 8 ta meki yo'lim bor, 5 ta xurozim bor. Demak, xuroz yesa ham bo'lar edi buni, ha? Tuxum qiladiganmi? Ha, tuxum qilmay qoldi-da. U sababi nimadan bo'lishi mumkin aka? Vitamin yetishmaslik. Ratsionda oksil norma bo'lishi kerak. Aha. Kaloriya, обмен energiya norma bo'lishi kerak. Kalsiy, fosfor, yana kletchatka, kislota norma, natriy bo'lishi kerak. Hisob bo'lishi kerak. Mana bu, например, yemda aralashma. Hisob bo'lmaydi, sifat qiladi xolos. O'zi norma bor. Yoshga qarab, o'ziniki norma bor. To'g'ri. Mana bu norma qilsa, yaxshi qiladi. Joningiz sog' bo'lsin aka, bo'lmasa buni narxi 7000 so'm. Mana spitani dakanga bor yem. Xurozigami bu? Xo'roz makiyon. Xo'roz makiyon tuxum qildiradimi bundaga ham?
Kecha namlanadimi yo o'zinimi? Quruq biraz. Quruq beriladi. Bu yerda hammasi quruq beriladi o'zi. Mana bu nima farq bor? Mana bu bilan. Ha. O'zi normal tuxum qiladigan tovuq 17% oksil. Aha, 17% oksil. Mana bu dakanda Ha. производителda 18% oksil bo'ladi. Ha. Kaloriy kuchliroq. Mana bu uchun quvvat kattaroq mana bu dakanda qilamiz biz. Aha. Demak, mana olgan yaxshi ekan. Bu 17. Ha, bu 17 bu, o'zi yaxshi ekan. Bu yaxshi ekan. Hop, demak aka mana shundan menga 6700 dan bo'lsa 4 kilo berasiz bundan aka. 4 kilo bundan berasiz. O'shadan saqasidan olasan. 30 millik. Ha, 30 milli undan. 30 millik bundan. Hop, saqasidan bo'ldi. Hop, menga anundan olaman. Jo'jada uchun. Cho'chalar uchun ha. Manchi, menga ham mashinadan olar ekanman deyman. Mana ustidan olasiz. Yo, takanmasdi meniki. Takan bo'lsa mana mana shu. Shundoq. Zo'r, zo'r. Ko'k tuxum qiladigan mekiyonlarim uchun, obunachilar, ko'k tuxum qiladigan mekiyonlarim uchun. Tamam, bunga bolyapti. Hop, bundan 7700 aka, o'nargini chiqiladi. Bundan ham 30 milli berasiz aka. Bundan ham 30 milli. Aha. Qachon dakanka qo'yasiz? Norma bering. Aha. 120 gram, 130 gram neydi? Aha. Bir sutka ichida. Bitta takan. Ha. Ikkitaga bo'lib ertalab kechqurun bering. Ertalab kechqurun. Qo'ymasin pasta. Nima uchun? Mayda narsa, vitaminlar, aminokislotlar. Mana bu biz qo'shamiz. Kurtarsa da ichga qo'shimcha. Mana multivitamin qo'shamiz. Ha. Mayda narsa bu. Aha. Аминокислоты, нитянин кушамис. И цитрабиотик без кушамис. Цитрабиотик bu это цитрабиотик bu полезный бактериялар, чтоб соглом кылыш uchun. Ha. O'zi probiotik bu. И диатокс, mana bu fermentlar, чтоб o'zika yaxshi ishlatsin da, yaxshi hazm bo'lsin. O. Bu ham kushamiz bu yemda. Поэтому oxirgacha yesin. Чтоб mana bu pasta qolib ketmasin. Ha. Demoqchiligi mana bitta takan uchun 120 gram norma bo'ladigan bo'lsa, shuni 2 ga bo'lib 60 gramdan bering, ko'p berib qo'ysangiz zo'r jotini yeb oladida, jotini yemay qo'yib ketmasin demoqchi. Qo'ymaysiz. Oxir agar qolib ketadigan bo'lsa ziyoni yo'q. Vitamin yo'q, ziyon yo'q, vitamin yemay qolishi mumkin. Вот sizda nechta это bor? Hozir Dakan. Manda 5 ta xo'roz, 8 ta mekiyon bor aka. 13ta. 13'ta 120 gramda hesap olarız, 125 gram. Aha. 1 kilo 600 gram. Bir kunda. Endi uni 2 ga bo'lib beramiz. Ne böleriz? 800 gram. Kunida. Neyse bana bu içki. Aa. Tula mısın içki? Tula. Aha. Norma qilib berar ekanlar. Aşı idish sotasizmi? Endi bekor gram. Bekorga. Voy, gap yo'q. Bana bu 700 gram, 760. Sizde Aha. gram 800 pul. Bana Aha. o'zbeklar To'la qilib berilar. tula biraz, bir sutka norma bo'ladi. O. Ertalab bo'ladi bu. Aha. Kechqurun. Kechqurun. Bir sutka norma. O. Bundan keyin tuxum bersam bo'ladimi dakallarga? Kiramaz. Nima kerak? O, hamma vitamin bang bizga ekan boshqa. Demak, obunachilar buni shaxsan mana akamiz berdilar, jonlari sog' bo'lsin. Mashina bitta ertalab, bitta kechqurun bersam, hammasi joyiga keladigan. Semirishi ham, tuxum qilishi, bundan keyin alohida tuxum, pista, mayiz berishingiz ham shart emas ekan obunachilar. Olmoqchi bo'lsanglar, aka, dastavka qilib beramizmi? Mana shu o'zi aytib o'tgan narsangizdan Namangan ichiga. So'rab telefon qilishsa nomeringizga. Man dostavka. Yandex taksi dostavka qilaman. Qilasiz, ha? Aka, nomeringizni og'izdan keyin aytib o'ta olasizmi? 93lik 677 677 53 23. 23 20 53 23. ha 53 23 ha. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga ana qilsanglar bo'ladi. Bu yer syomka qilishimdan maqsad bilasizlar, o'zingizlar nima narsa yaxshi bo'lsa sizlarga ilmni aytayman. Bu yerdagi narsa obunachilar qanaqa zotga qanaqa narsa berishingizni polnos diagnoz qilib analiz qilib berishar ekan. Xullas bir больница xonani singari narsa ekan obunachilar. Hozir mana do'stim jo'ja oshirib chiqqan edi. O'sha jo'jasi o'zi bu yerdagi akamiz aytganlardan narsalarni olib yedirishni boshlagandan beri hali birorta o'lgani yo'q, o'lmasin. Men shaxsan meniki ko'k tuxum qiladigan jo'jalarim ochib chiqqan. Ularni boqayaman 13 ta yo 14 ta chiqibdi, shundan hozir 9 ta qoldi. Yana hozir meni boshlab kelganligi uchun men sizlarga ham bu narsani ko'rsatib tavsiya beryapmanki, shu sizlar ham davom olishda adashmanglar. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukr, bizni ko'rayotgan ko'zinglar hech ham dard ko'rmasin.
Obunachilar shu yerga kelib shu akamizga uchrab qana don beraysiz deb berishingizni so'rab olsanglar, bemalol maslahat behisob ayamasdan aytaveradilar. Omajonlar sog' bo'lsin. Lekin suvga qo'shib beradigan vitamin S'dan chiqmaysa. Suvga qo'shib beradigan, ha? Suvga qo'shib beradigan. Doktorga qo'shib beradigan. 1 litrga 1 gram. So'rasalar beradilar. 1 litrga 1 gram. Do'qsuga qo'shib beradigan narsa ham bormi aka? Undan ham bering bo'lmasa. Menga bering unda o'shandan. Bir ko'p olsa, 25 ko'p bir ko'p, bizda skutка bor. 200 so'm, 100 so'm. Biladi. Например, odam ko'p oladigan bor-ku. Qoplab bo'lsa 2 Bir so'm. ko'p olsa, например, hozir 7700 so'mlik olasiz, 7,5 bo'ladi. Yarim. Bir qop olsa. 100 so'm. Ha. Как раз taksiga yetadi. Bo'ldi, ha. Молодец, молодец. Aka gap yo'q. Birorta obunachilar donpurushlarni yomonlashda emas. Birorta donpurushlarni oldiga kelganimizda bunaqa ma'lumotni berib, bunaqa qanaqa sharoitda berish kerakligini hech kim aytgan emas edi. Mana hozir sizlar ham guvoh bo'linglar, foydalandinglar, biz ham. Albatta kommentariyada fikr qoldirib, like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.